Assalomu alaykum aziz ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimiz obrazni top deb ataladi. Bu qanday metod? Siz o'tgan asaringizdagi obrazlarni, personajlarni, bosh harfini doskaga yozib qo'yasiz hamda o'quvchilarga taklif etasiz. O'quvchi aynan mana shu birinchi harfga moslab o'sha personajni, obrazini yozib chiqadi. Agar o'quvchi bu asarni o'qimagan bo'lsa, buni, ya'ni o'sha obrazni topa olmaydi. Bu adabiyot faniga hamda ijtimoiy gumanitar yo'nalishdagi fanlarga juda ham qo'l keladi. Aniq hamda tabiiy fanlarga esa bu metod unchalik qulaylik tug'dirmaydi, qulay emas. Siz buni ya'ni guruhlarga bo'lib ham ishlatsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa deylik, individual ham qo'llasangiz bo'ladi. Hozir bu yerda hamma o'qigan asar bu biza o'sha shoh asarimiz o'tgan kunlar hamda kecha va kunduz romanlarini demak yozib qo'ydim doskaga. Bular o'sha obrazlarning birinchi harfini yozganman, endi bosh harfini yozganman. Biz esa hozir buni amalda ko'rib chiqamiz. Hop, kim chiqadi doskaga? Ravshanoy keling. Ravshanoy keling. Siz o'tgan kunlarga yozasiz. Men. Javob siz keling, kecha va kunduzga yozasiz. Bitta paytning o'zida siz ikkita o'quvchini baholay olasiz. Yozishni boshlang. Bitta payt yozmasa ekan bunaqada. Endi tekshiramiz. Otabek, Rahmat, Zaynab, O'tabboy, yana u yerda qanaqa bor edi personajimiz? U yana kim bor edi? Nima Ravshanoy o'tgan kunlardan? O'yga yana. O'tabboy o'xshagan tashqarida kim bor edi? Otabekda onasi O'zbek olimida. Xo'p, yaxshi. Demak, ikkala o'quvchi ham shartni to'g'ri bajargan. Xuddi shunday qilib tekshirib olasiz. Keyin esa buni o'chirganingizdan keyin boshqa o'tgan mavzularingizni, misol uchun hikoyalarga o'tishingiz mumkin. Tarix fani o'quvchilari esa siz o'zingizni o'tgan mavzularingiz bo'yicha, masalan, ikkinchi xorijidagi o'sha eng faol qatnashgan siyosat bilan bog'liq bo'lgan davlat matbuotlaringiz bor, shularni yozib chiqsangiz, o'quvchilar aynan mana shu mavzu bo'yicha o'zlarini bilimidan sinab olishadi. Bu juda ham samarali metod hisoblanadi. Shu bilan bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz. Balki ko'rishguncha